Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz, Washington'da sözleyimiz bugünkü islağa. 2025 yıl 3. ayının 18. günü haftığı Seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz en isak Cunanxay yanıla şundak pataparak. Cunanxay desek düşünemizler, kandak düşünmemizler, otur Asya'daki karındaşlar. Bu Cunanxay degen sizlerin Rusya'daki Kırmızı Sarayı degen gep. Rusya'nın Kırmızı Sarayı Xitay'la yani Xitay devletinin Cunanxay'ı okşaş. Cunanxay yana tünügüldesin degendek patparak işide. Mesela bunun başlanış devri kaysıydı, başlanış günü kaysıydı dersiniz. 3. ayının 5'inde mesela açılgan iki kurultay, siyasi kengaş kurultayı ve kurultayının halk vekiller kurultayının kurultayıda 3 hadisi yüzbedi vatandaş. Birincisi, Harbi İşler Komitetinin Mao Reis Habidon yok olup gitti, gayip oldu. Bu reis Xi Jinping'in en yakın müştaki, yani en yakın sebdeşiydi vatandaş. İkincisi, 3. kurultay mezgilinde, yani yepiliş murasim mezgilinde halk vekiller kurultayının başlığı boğan Canlıcı yokulap gitti. Canlıcı yokulap gitti. 2 günden keyin peyda oldu vatandaş. Xilma-xil paranlar bu doğruda kısmen haberlerini sizlerge yetkizdik. Endi üçüncüsü tünügün sözlüğünümüz boyunca Avrupa İttifakı ile Jungo diplomatik ornatkan vaqtning 50 yılga qadam qo'yganligi munosabati bilan Avrupa İttifakı'nın Brüssel'de ötküzdüğün tebrikleyiş murasimiga teklif qilindi. Jungo'nun sekretari, partiya sekretari Xi Jinping'deki rad qilindi. Endi bugünkü vaziyet nima desiniz? Hozir Cunanxaydagi shu qalaymoqonchilik davomlashib, bunun oqibat natijasi nima bo'lishi kerak degan savol jamoat fikri sifatida o'tirg'i chiqqanda bugün Johnsoncu efendi nima deydi deseniz, fakat emre Xi Jinping g'ulab tushadigan yoki sahnadan tushadigan ish bo'lsa, o'rniga kim chiqadi, vaziyatni kim kontrol qiladi? Yani demakchi Jungo'ga kim rahbar bo'lishi kerak? Onun Johnsoncu o'zi shundoq ko'rsatdimi yoki jamoat fikri shundoqmi? Johnsoncu deydi ki, bu qatim Punjaba, yani o'tgan Hu Jintao davrida devlet veziri boğa Punjaba o'tirg'i chiqib riyosatchilik qilishi mumkin. Jungo'da vaziyatga deydi. Yana biri Boşilay, bu kishi bundan 20 yıl burun ya 12 yıl olsa, şu 10 yıl, 15 yıl burunki seçilen Chengdu şehrinin başlığıydı. Xi Jinping bu adam bilen kayışıp gidecek. Hani türmege aldı, hazır türmede Beijing'de Çin türmesi deyken, hazır Johnson'ca şundaktaydı, işkinci bulup muşu kişi oturgu çıkıp, Jungo'da vaziyetke riyasetçilik kılışı mümkün dedi. Bu kişi mi o? Xitay, hemisi Xitay vatandaş. Artık adam emez. O Boşilay degen 2. kıtımlık medeniyet inkılabını başlayman dep Chengdu'da davran kötegende Xi Jinping onu kol gelip türmege taşlagan edi. Hazır şunu Jungo'da vaziyetni tanışeşki yoki vaziyetga riyosetchilik qiladigan odamlar shu deydi. Onu endi keyingi taraqqiyotlardan ko'ramiz vatandaş. Endi bugungiga sizlarga munosabatli xabarning yana birisi masalan qisqa xabarlarda nima deyildi deseniz bundaqken Prezident Donald Trump Xi Jinping'e agahlandırış berdi. Licacınğı çekilgüçü bolma. Licacın Panama'da kanallı ve deniz portlarını Amerika Koğuşmuş Ştatlarının maliye güroyu setip bergen adam bir saudigar. Onun chet elde saudisi var, Jungo'da saudisi var bir saudigar. Chet elde saudi kılışı hukuku var bir saudigar, onun hukuku. Kim setip beriyor, onun hukuku. Yani bunun keyinden hazır bugünkü hesap tükelevatkan yazma haberlerde hazır Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti məxsus grup digidek Licacının tarixini yoki onun saudi faaliyetlerini tekşirivatıdı dedi. Bu artıqçı iş.
Artıqçı iş. Faqat onun zərbi bir işə tayyorlik qilayotgan bo'lsang, buning yo'li boshqa, onu tekshir edigan hech kim yo'q butunlay. Bu vaqtida tijoratchi odam, Hong Kongda dang chiqargan tijoratchi odam. Agahlandırış berdi, Prezident Donald Trump lijaçınğı çekilgiçi olmadı. Çünkü Kom Partisi gazaplandı. Lekin teglek, uzul kesil aşkarlandı. Çünkü Kom Partiyasının tegliki uzul kesil aşkarlandı. Nait zor dercinin taşkırı devlet Tayvan bilen diplomatik münasebet ornatuş tertiplerini kozgattı. Şavlin maliyesi. Bu burunqalarını koşup, ağzını koşup, cüngna xayna ahvalını sözü bekilip, müşahede bir gün ahırı çıkağa kulası, naiş çoğun dercinin taşkırı bir devlet hazır, Tayvan bilen diplomatik münasebet ornatuş tertiplerini kozgattı dedi. Bu 8. ayının 18. günü Şavlin maliyesi. Xi Jinping'de kim çıkıdı sözlep bulduk yukarıdaki bugünkü kısa haberlerdeki vaziyet ve Cungo alakadar yani başka vaziyetler şunun da ibaret. Aslında mavzuğa gelsek kendi mındak sözleyemiz vatandaş. Prezident Donald Trump nait zor tamojda beci haberi koyup verdi. Mavzuğlu haber 3. ayının 17. günü Van Vitor ilan kılındı haber. Mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Marco Rubio 3. ayının 16. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump hukumatining Saudiya sheriklariga tamojda bajo qo'yishiga ergishib, Amerika yana bir yangi savdo kelishimi imzolashga tayyorlik qilyapti. Demak, bu yerda eg'izga elinmadi. Agar siz buni chunqurlab tahlil qilmoqchi bo'lsangiz, demak, yangi bir savdo kelishimi imzolashga Amerika Qo'shma Shtatlari tayyorlik qilyapti deganda, Dunyo savdo tashkiloti amaldan qilish kerakmi? Bu yerda konkret gap yo'q. Biz shunday savol qo'ydik vatandosh kechiring. Marco Rubio davlat ishlar kotibi mundaq ko'rsatdi. Amerika yangi savdo tartibi o'rinlashtirish bo'yicha qo'sh taraflik suhbat boshlaydi. Her qaysi davlatlar bilan. Marco Rubio yana taglikni qaytib belgilaymiz deb ko'rsatdi. Ya'ni asosli savdo suhbatlashish har taraflik va yangi bir savdo kelishimi va yoki bir yangi savdo jamiyati ta'sis qiladigan bo'lsak, lekin asosni puxta egallaymiz, asosni obdan tekshiramiz deydi. Prezident Trump o'tgan hafta Yevropadan import qilingan ichimliklarga va boshqa turdagi ichimliklarga 200% tamojda bajo qo'yamiz deb tahdid soldi. Yevropa ittifoqiga. Bu so'z butun yer sharida yangi savdo urushining urush sepini ochdi. Pul muomala sohasi tavrash va iqtisod chekinadiganligi to'g'risida eğer ansirashlar barliq kelishga boshladi. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio munda ko'rsatdi. Amerika qalaymaqon tamojda bajo qo'yg'uchi davlatlardan o'ch oladi. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio Kolumbiya CBS programmasiga munda ko'rsatdi. Bu mesele yer şarı karakterlik mesele. Ha? Eğer kelgen çok vatandaş Marco Rubio bunda ko'rsatdi. Amerikaga qalaymaqon tamojda bajo qo'yg'uchilarni o'ch oladi. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio Kolumbiya CBS programmasiga bunda ko'rsatdi. Bu masala yer shari xarakterlik masala. Bu masala Kanadaga, Meksikaga va yoki Yevropa ittifoqiga qaratilgan masala emas. Butkul insoniyatga
qaratilgan masaladir. Demek bu qatam iqtisodiy bir ishki davlatga Amerikaning qo'shnilari yoki Amerikaning ittifoqdoshlari hamkorlashuvchilarga qo'yibla tangishibla mana sodin tangishilik deb oxirlashmaydi. Bu soda bütün insoniyatga yangi bir soda kelishimi, bütün insoniyatga munosabatlar. Vatandaş dünya qaltis o'zgarish davri kiryapti. Cumhur prezident Trump'dan siyosat bilan dünya qaltis o'zgarish davri kiryapti. Arkadaşlar devlet şakatı Marco Rubio yani bunda ko'rsatdi. Ahli adalet, andın ahli adalet, o'zaro manfaat yetkizish, yeni asoslarni asos qilib, biz yani Amerika dünyadaki her qaysi davlatlar bilan suhbat o'tkazib, qo'sh taraflik va ahamiyatlik yeni savdo o'rinlashtirish elib boramiz. Ben bu sözün uzaydan qaraganda Dünya Soğut Teşkilatı qaldı əməldən degan gap. Azı biz şunda təhlil qılıb duraylı, doğru olsun, xata olsun, şunda təhlil qılaylı. Yeni bir savdo o'rinlashtirish elib baradigan bolsa Amerika Qo'shma Shtatları Dünya Soğut Teşkilatı tugaydi, birinchi bo'lib Jungo tugaydi degan gapda. Hazır Dünya Soğut Teşkilatı eğizga elinmedi hazırgacha. Eğizga elinayotgan biz sizlarga so'zlab keldik. Mesela Saudiyada e'tibor berish, siyosatni amaldan qoldirish. Bu davlat majlisida qayta ta'kidlandi. Agar Saudiyada e'tibor berishni Jungoga amaldan qoldirish amaliyleşadigan bo'lsa, bu yerda qayta savdo o'rinlashtirish elib boramiz degan gapning ma'nosi chunqur bo'ladi vatandosh. Marco Rubio davlat ishlar katibi bu kelishimning qanday kelishim ekanligini oshkorlamadi mana. Oshkorlamadi, lekin o mundaq ko'rsatdi. Amerika asosini yoki taglikni qayta belgilaydi. Yer shariga munosabatli iqtisodiy iqtisod masalasida Amerika asosni qayta belgilaydi. Taglikni asos qayta belgilaydi. Boshda aytganda davlatlar ahli adolat va o'zaro manfaat yetkazish. Mana bu asas. Mana buni taglik desangiz bo'ldi vatandosh. Ahli adolat bilan muomala qilishga kafolat qildi Amerika. Sende yo'qmi men beraman, men yo'qni sendan olaman. Meningdek davlat chegaramda kirishmanchilik bor, senmanchilik bor. Arliqda buningdan biri 15 kun biri yetkazolmay qoldik sizlarga. Savdoda barobar bo'lish, tang bo'lish. Ya'ni sen $5 tamoyda beja qo'ysang, men sana $5 tamoyda beja qo'yman. Gap shart senden import qilgan tovarning xili nima, sifati nima. Menden sana bardigan tovarning xili nima, sifati nima. Şunun qarab o'ltirib sen $5 tamoyda beja belgilasan, men sana $5 tamoyda beja belgilayman. Hozirgacha taraqqiy qilgan davlat, taraqqiy qilayotgan davlat nomida. Hozirgacha Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lib kirdi degan davlat nomida. Hozirgacha savdoda e'tibor berish davlatlarining qatoridagi bir davlat va yak shuning obyekti sen degan qatorda Jungo Kompartiyasi qanday muomala qildi vatandosh? Birinchi mezgilda prezidentlik vazifasini o'taganda Donald Trump nima dedi? Bir og'iz gap. Sen mendan $25 bajalasa, mening tovarlarim, mollarim Jungoga borsa, men senden $2,5 bajalaman. Senin tovarların, malların Amerika bazarına kirse. Bu qanday tengsizlik? Bu savolni Prezident Donald Trump birinchi qatim vazifa o'taganda o'tirib qo'yib qo'ygan vatandosh. Endi bugungi gap yangi savdo tashkiloti demasak, mo yangi savdo o'rinlashtirish debdi. Buni chiroyli qapti. Qurib chiqamiz. Ahli adolatlik o'zaro manfaat yetkazish deydi. Ma sözge qarasanız, endi buni xulosasini bilib olasiz, vatandosh Marco Rubio mundaq ko'rsatdi, davlat ishlar kotibi. Biz hozirgi holatni yoqtirmaymiz. Demak, dunyoning bugungi savdo tijorat holatini, savdo tijorat munosabatlarini, davlatlararo munosabatni biz yoqtirmaymiz. Biz yangi bir holat yaratamiz. Yani yangi qiyofatlik bir holat, savdo tijorat yaratamiz. Yeniden kurup çıkınız. Ondan keyin biz sohbet elib boramiz. Devletler ara, rayiller ara, savdo qilish shart to'shirgan masala tayvanma babni deyli. Biz ondan keyin biz sohbet elib boramiz. Agar ular
Yani başka devletler qo'shiladiganlar bo'lsa, biz hozirgi bu holatni endi davomlashtira olmaymiz. Demek bundan bir cümle sözünü bilib olaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarining butun dunyodagi davlatlar bilan bo'lgan savdo munosabatlari keskin o'zgarish davriga kirdi. Shu sababdan dunyodagi davlatlarning har qaysisining o'zaro olib borgan savdo munosabatlari keskin o'zgarish davriga kirdi. Demek dünyanın kıyafeti, iktisat ve savdo ticareti şundak özgürlüğün bolsa, ondakta bu dünyanın kıyafeti, yani şu dünyanın siyaset kıyafetiga kandak ta'sir ko'rsatdi. Geopolitikalik, yani rayon karakterlik siyasetlerge, mesela uçuk aytganda Tibet'teki mustamlika, Uyg'uristondagi mustamlika devletlerini asli keltirish to'g'risidagi talab orzulari holatiga bu dünya bunun da iken yani kandak ta'sir ko'rsatdi. Meselemiz şu yerda vatan. Qo'shildiganlar bo'lsa, hozirgi bu holatni endi davomlashtira olmaymiz. Shundaqli yani bir qo'shimcha xabar mushunaqa, o'sha haftaning o'tgan haftaning oxiri Prezident Donald Trump Yaman Hüseyin qurolliqlariga Amerika armiyasining hujum qilishiga buyruq berdi. Bunun hech qanday bir undaq qara o fikirdi, bu fikir qilishdan hech qanday o'rni yo'q. Bu shu bir yildan beri Yamandagi husniy qurolliqlar. Yani uch qaysiz İran'ın qurolliq gumochchilari, qurolliq kuchlari Amerika'nın şu atrofdagi Adan dengizi ve Qizil dengiz mush atrofdagi qatnash bilan, tijorat bilan mengib kelayotgan, qatnab kelayotgan Amerika parxodlariga arqa-arqadan hujum qildi vatandaş. Endi bu hesapda bugün Prezident Donald Trump hükümeti oldu. Yani mush haftaning oxirida Hüseyin qurolliqlariga Yamandagi hujum qilib, necha zamondan beri qilmishlariga zarba berdi vatandaş. Endi yana bir xabar emas vatandaşım. Bu xabarning mavzusi mundaq. Prezident Vladimir Putin bilan so'zlashishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump signal qo'yib berdi. Mavzuli xabar 3-oyning 17-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bugun tush bo'lsa hozir mana bu paytda tushda deganida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin telefonda so'zlashdi. Shundan avval 17-kuni yetib kelgan xabar bu. 3-oyning 18-kuni tushdan burun Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashdi. Prezident Donald Trump Moskva vaqtli kelishimni qabul qiladiganligiga ishonadi. Vaqtli kelishim Saudiya Arabistonda o'tkazilgan Ukraina Amerika o'rtasidagi urushni 30 kun to'xtatish to'g'risidagi kelishimga bugun bu kelishimni Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinning qabul qiladiganligiga ishonadi. O'xshashli bir vaqtda Ukraina parlamenti Tashqi munosabatlar komiteti raisi Aleksandr Merijako Ukraina'nın teşvik kelişimideki 3 xil qizil siziq to'g'risida ifoda bildirdi. Bu 3 xil qizil siziq mundaq. Egilik huquq masalasi Ukraina'nın NATO'ga a'zo bo'lib kirish masalasi. Ukraina'nın qo'g'dinishini cheklash masalasi, masalan, qanchalik askar tutmaslik masalasi. Bu Ukraina xos qizil siziqlar. Merijako Tashqi munosabatlar komiteti Ukraina parlamenti. Mushundaq dedi. Ukraina agentliği Reuters'ning so'zlaridan naql keltirib, C-SPAN mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump Rossiya Federatsiyasining 30 kunlik urush to'xtatish kelishimiga qo'shilishi mumkinligini baholab, ishonadiganligini bildirdi. Moskva rad qilmaydi deb hisobladi. Fox xabarlari Amerikada televiziya mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonotchisi Brausi 3-oyning 17-kuni mundaq ko'rsatdi. Hozir topni Rossiyaning qo'liga tashlab berdik.
Rossiya Amerika taraf o'tirib qo'ygan tinchlik kelishimini qabul qilishi kerak. Ukraina o'tgan hafta Saudiya Arabistonda Ukraina Amerika suhbatiga qo'shildi. Ukraina qo'shildi. Ham shu tariqada Saudiya Arabistonda Amerika bilan suhbat o'tkazdi. Ukraina kelishim tuvandagilarni o'z ichiga oldi. Darhol urush to'xtatish hamda Ukrainani harbiy yordam istixborot xabarlari bilan ta'minlashga kafolat qilish. Yana bir tarafdan Merjako mundaq ko'rsatdi. Kiyevning Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirish to'g'risida aniq takligi bor. U 3 turli qizil chiziqni o'ttirga qo'yib o'tdi. Avvalgi, ya'ni so'zlaydiganimiz avval Ukrainaning zimin butunligi birinchi. Ikkinchisi, Ukrainaga har qanday zimin o'tinib berishga qo'shilmaydi. Ukraina har qanday zimin o'tinib berishga qo'shilmaydi. Arliqda Rossiya besib olgan ziminlarni Ukraina Rossiyaga o'tinib berishi kerak degan gaplar o'tirib chiqa. Esingizda bor vatandosh. Endi bugun bu yerda Merjako Ukrainaning odami yoki komitet parlament tashqi munosabatlar komitetining raisi shundaq deydi. Ukrainaning territoriya masalasi o'tinib berish qo'shilmaydi. Territoriya masalasi Ukraina bu suhbat qiladigan masala emas. Ukrainaning NATO'ga va boshqa xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirish masalasi. Merjako to'g'ridan to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Bu ishlarni Prezident Vladimir Putin belgilamaydi. NATO'ga a'zo bo'lamdi yoki nima qaysi xalqaro tashkilotga a'zo bo'ldi, bu Ukrainaning ishi. Bu ishlarni Prezident Vladimir Putin belgilamaydi. Unda qarasangiz, Rossiyaning o'tirib qo'yayotgan talabi va shartlari qatorida Rossiya uchun to'g'ridek ko'rinadi. Amaliyotda Ukrainaning ta'kidlayotgan maydondan olsangiz, bir davlat, egilik huquqli davlat, mustaqil davlat qaysi tashkilotga qatnashadi, qaysidan qatnashmaydi, tanlash huquqi shu davlatning huquqi doirasidagi yashaydi. Belgilamaydi. Eng oxirgi masala davlat mudofaa iqtidori. Kiyev Prezident Vladimir Putinning Ukraina armiyasini qisqartirish talablarini qabul qilmaydi. Rossiya Federatsiyasi Prezident Vladimir Putinning mo'sha talablaridan ortiq bir davlat qanchalik sonda, qanchalik sifatda armiya tashkillaydi, shu davlatning o'zining ishida. Ikkinchi bir davlat uning esa 50 askar qo'llanasan, 500 askar yo'qitsan deb bundoq talab qo'ya olmaydi dey. Shundaqmi vatandosh? Albatta shundaq. Aqsaray davlat bexatarligi masalasi Mike Walters buningdan burun bishorat berib, bunda ko'rsatgan edi. Ukraina territoriya masalasida yo'l qo'yish lozim. Rossiya besib olgan ziminlarni e'tirof qilishdan boshqa Ukrainaning NATO'ga a'zo bo'lib kirishi bu ikki ishdan boshqa ishlar intayin deb ko'rsatgan edi. Rossiya hozircha Ukrainani NATO'ga kirmaysan dedi. Askariy qismlarni qisqartsan dedi. Hozir Rossiya besib olgan ziminni Rossiyaga berib etsan dedi. Bu shartlar hozir ma'noda o'tganda takrorlangan, masalan, Vladimir Putin prezidentning talabi bo'yicha Ukraina hozir Rossiya besib olgan ziminlarni Rossiyaga o'tkazib berish kerak. Merjako Ukraina parlamenti tashqi ishlar komitetining raisi bo'lgan odam bugun nima dedi? Ya'ni yo'q dedi. Hozir Ukrainaning maydonida esingiz, bu maydonni olib Rossiya Federatsiyasining maydoniga solishtirsangiz, bu o'tirilgan murakkablik, ya'ni chegish masalalar bor. Biroq prezident Donald Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump ishiniman bugun Moskva qabul qildi. Ya'ni Saudiya Arabistonda o'tkazilgan Ukraina Amerika suhbati bo'yicha belgilangan 30 kun urush to'xtatish kelishimini Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin qo'shildi. Men buningga ishonaman deb ifoda bildirdi. Bugun prezident Donald Trumpning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan telefon suhbatiga
muvaffaqiyat tileymiz vatandaşlar.